Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz komandamiz bilan o'zimiz uchun eng foydali bat mahsulotlarini olib ichishga qaror qildik. Avvalo ichganmiz, lekin mana shu bat mahsulotlarini yana davom ettirish niyatidamiz. Bu mahsulotimiz qora trufel. Agar kimni ko'zida muammosi bo'ladigan bo'lsa, ko'z quruqlashishi, katarakta bo'ladigan bo'lsa, bemalol ichsa bo'ladi. Hammaga tavsiya qilaman. Chunki hozir ko'zida muammosi bo'lmagan inson o'zi yo'q. Har kuni telefon ko'ramiz, kompyuterda o'tiramiz, shunaqa ekan bemalol kun davomida albatta bitta donadan iste'mol qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham zo'r, mana qora qo'ziqorindan tayyorlangan. Ochganingizda 10 ta dona ichida bo'ladi va bittasini olib, ertalab suv bilan chayqatgan holatda bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Hamda hozirgi kunda 50% ham emas, 70% ham emas, 100% inson